Bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida juda katta o'zgarish, juda katta yangilik bo'lyapti. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy ko'rik tanlovlariga start berildi. Bugun butun respublikamiz bo'yicha jamiki o'sha mahallalardan yig'ilgan yoshlar hammasi Zoom platformasi orqali ishtirok etishdi va butun respublikamiz bo'ylab o'sha kasb boshlanishiga start berildi. Aynan Oqqo'rg'on tumanida ham bu bo'yicha juda katta targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Mahallalardagi 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni barchasi o'zini kasb o'sha 10 ta kasb bo'yicha ishtirok etish bo'yicha murojaat qilib platformaga ro'yxatdan o'tishgan. Bugungi tadbirimizga ulardan 318 nafar ishtirokchilarimiz bugun kasbga tanlovga ishtirok etish uchun tashrif buyurishdi. Muassasamizda 10 ta kasb bo'yicha jamiki shart-sharoitlar yaratildi. Jamiki xom ashyolar tuman hokimliklari tomonidan olib kelinib jarayonga jalb qilindi. Ular ham sertifikatlarga ega bo'lgan ekspertlar jalb qilindi bu jarayonga. Bugungi tuman bosqichida saralanib g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga viloyat bosqichiga ishtirok etish uchun yo'llanmalar beriladi.